alaykum hamshaharlar. Mana hammalaringiz bayramlaringiz bilan. Mana Navro'zlar bilan Xudoga shukr yetkazganiga. O'rtoq hokim Alisher qalaysiz? Yaxshimisiz? Bayramlaringiz bilan, o'rtoq prokuror bayramlaringiz bilan. Nachalnik ministr o'g'lingizda hammalaringiz bayramlar. Chet yashayotgan hammalar, qo'shnilarda ham bayramlar, hamkasblar, shaxtiylardan, direktorlardan, generallardan hamma bayramlar yetkazganiga shukr mana. O'rtoq assalomu alaykum hurmatli yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshi? Mana bayramlar bo'lyapti Angrenda, yaxshi, hammasi zo'r. Gullayapti Angren, malades. Gap yo'q. Angrenda hokim Alisher akamiz ham zo'r ishlayapti, malades. Umidlari uzoq bo'lsin. Nachalnik ministr yangi kelganlar ham zo'r ishlayapti. Zam ministr, nachalnik ministrlari, mana Golnuros nachalnik ministrasi vaqt akalar ham zo'r ishlayapti. Aliyor prokuror yangi kelgan, zo'r ishlayapti. Sanjar yangi kelganlar yaxshi ishlayapti. Asliddinlar, mana prokuror zamlar hammasi zo'r ishlayapti. Zam hokimlar ham zo'r ishlayapti. Mahalla raislari hammasi zo'r ishlayapti. Otasiga rahmat. Suv manbalari ham zo'r ishlayapti. Hammasi cho'tka, hammasi suv. Yil bitta fuzolkada yurdik. Otasiga rahmat. Hammasi cho'tka. Hamma korxonalar zo'r ishlayapti. Hammasi umidlar uzoq bo'ldi. Yetkazganiga shukr. O'rta prezident mana gap yo'q, hammasi zo'r. O'zbekiston xalqi hammasi mana gap yo'q. Mana o'rta prezident orqasidan mana hokimlar, zamanchi prokurorlar orqasidan Xudoga shukr, men ro'zani tutib mana taraflarni o'qib kelamiz. Kimlarning orqasidan tinchlik? Mana shular orqasidan, shularga rahmat. Taraflar o'qiyapsiz, Allohga shukr. Qadrga yetishimiz kerak hamma narsani. Xalq hammasi zo'r. Xudoga shukr mana shuning uchun. Assalomu alaykum hurmatli o'rtoq prezident Shavkat Mirziyoyev. Bayramlaringiz bilan. Yuzga kirmang. Sizdan bitta iltimos, mana obodonchilik ishlayotgan insonlarni oyligini oshiring. Mana shaxtiylarni, qorovlarni, vrachlarni, doktorlarni, bayanlarni, SMBlarni, gaylarni, ministrlar, milliy gvardiyalarni, Golnoroslarni ham hammani korxona hamma ishlayotgan insonlarni bayramga oyligini oshirib qo'ying. O'rtoq prezident sizdan bitta iltimos. Sizdan bitta iltimos, o'rtoq prezident, mana shu gazlarni, svetlarni oshirmang, kommunal usulligini hamma norozi bo'lyapti. Sizdan bitta iltimos. Sizga gap yo'q, malades. Yaxshi ishlayapsiz, gap yo'q. Hammaga rahmat. Mana ko'rib turibsizlar, O'zbekiston xalqi hammasi zo'r bo'ladi. Gazlar ham, svetlar ham hech narsa ochmadi, Xudoga shukr. Mana bayramlar qilib yuribmiz. Mana Angren gullayapti, mazza qilib bayramlar qilib yuribmiz. Xudoga shukr mingdan. Yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtboshimiz omon. Mana ko'rib turibsizlar, hamma urush. Tojikiston urush, Qozog'iston urush, Rossiya urush, Qirg'iziston urush, Checheniston urush, Ozarbayjon urush, Afg'oniston bitta O'zbekiston. Mana qadrga yetishimiz kerak, O'zbekiston qadriga. Mehr-oqibatimiz yo'qolmas, bir-birimizga yordam beraylik, bir-birimizni qo'llaylik. Mana Xudoga shukr. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Hamma narsa qadriga. Mehr-oqibat yo'q. Hamma narsaning yaxshisi bor. Ministerlarda ham yaxshisi bor, yomoni bor. Rabochiliklarda ham, shaxtiylarda ham yaxshisi bor, yomon bor. Insonlar hammasi yaxshisi bor, yomon bor, hammasi. Hammasi bittasi yomon bo'lsa, hammasi yomon bo'lmaydi. Mehr-oqibatimiz yo'qolmasin. Oldingi ota-bobolarimiz qanday zo'r bo'lgan. Mehr-oqibat zo'r bo'lgan. Bordi keldi qilar. Hozir bordi keldi yo'q. Aka-ukalar ham hammasi mehr-oqibat yo'q. Mana o'rtoq O'zbekistonda yashayotgan xalq, hammamiz bir-birimizga bordi keldi qilar. Mana bir-birimizga yomonlik qilgan bo'lsa, ro'zada kechirib yuboray. Hamma bizda o'tgan bo'lsa, menda o'tgan bo'lsa, kechiringlar aka-ukalar. Mana qardosh urug'lar, mana hamkasblar, meni yomon gapirgan bo'lsa, bizda o'tgan bo'lsa, hamma bir-biridan kechirim so'raydi. Mehr-oqibatimiz yo'qolmas. Mana yurtimiz tinch, vatanimiz tinch, qo'shnilar tinch bo'lsin, mahalla tinch bo'lsin. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Allohim, butun dunyodagi insonlar yaxshimi, yomonmi, do'stmi, dushmanlar, mana shu yerda amin degan, shu yerda xizmat qilayotgan insonlar hammamiz Allohim birinchi o'rinda yomon ko'zlar qarazli dushmanlardan o'zini saqlagin. Yomon ko'zlar qarazli dushmanlar oldida yuzimizni yerga qaratma, sharmanda qilma, hech narsaga muhtoj qilma. Bizlarni yomon yo'llardan, harom yo'llardan adashtirgin. Yaxshi yo'llarga boshla. Yomon insonlar, qarazli dushmandan uzoqlashsin. Yaxshi insonlarga andash. Yaxshi insonlar bilan tinch omon ishlab, tinch omon yashab, o'ynab, kulib yarab yurak. Allohim hamma narsaga o'zing qil. Allohim butun dunyodagi insonlar, yaxshimi, yomonmi, do'stmi, dushmanlardan xonadoniga. Mana shu yerda xizmat qilayotgan insonlar hammamiz, o'min degan insonlar, hammamiz xonadonlarimizga Allohim birinchi o'rinda tinchlik, sog'lik, rizq nasib va fayz baraka bergin. Ketmas tuganmas davlat bir Xudo Parvardigorim. G'oybingdan ber Xudo Parvardigorim. Yurtimizdan chiqayotgan avtomobillar Cobalt, Captiva, Epkalasida jib pravdalarda yurish nasib etsin Allohim. O'zing imkon ber. O'zing nazar tasla. O'zing kutmagan oqilni yetkaz. Allohim hamma narsa o'zing qiladi. Mana shu o'g'il, qizlar, nevara, chevara begonalarimiz, universitetlarda qizlar bilan o'qib, yurtimizda eng katta korxonalar direktorlari bo'lsin. Chempion bo'lsin, yurt boshi, el Allohim hamma narsaga o'zing qiladi.
o'g'il qizlar nevra chevara begonadan universitetlar qiz diplom o'qitib yurtimizda eng katta korxona direktori bo'lib ishlasin, chempion bo'lsin, yurt bosh elga, xalqqa, ota-onasini bizlar yedim. Mana shu yerda omumdagi insonlar 2024 da oshmagan ishlar 2025 amalga oshsin, boshlarimizga baxt bo'lsin. Allohim hamma narsa o'zingga. Mana shu yerda hokimlar, ministrlar, nacionalimiz, prokurorlar, shu yerda hokimlar, shaxtiyonlar, mana shu yerda direktorlar, hamma shu yerda omumdagi insonlar hammasini ishini rivojini bergan. Mushkullarni oson qilib Xudo parvardigor, planlari oshqilmozlar, yuzlari yorib, butun dunyoning eng oldin insonlar bo'lib bersin. Allohim hamma narsa o'zingga. Mana shu O'zbekistonimiz ham gullasin, yashnasin, yurtimiz tinch bo'lsin. Qo'shnilar tinch bo'lsin, shaharimiz tinch bo'lsin, mahallamiz tinch bo'lsin, mehr-oqibatimiz yo'qolmasin. Shu bayramlarni tinch omon o'tkazib olaylik Navro'zda. Yana kelgan hayitlardan tinch omon turmush salomat o'ynab kutib olaylik. Allohim hamma narsa mehr-oqibatimiz o'rtaq O'zbekiston xalqi bir-birimizga yordam beraylik. Hech kimdan kam bo'lmaylik. Amin. Shu duolarimiz dargohida qabul qilsin. Amalga oshsin. Amin. Allohu akbar. Mehr-oqibatimiz yo'q. Yaxshi kunni ko'rsin. Alloh yetkazganiga shukr. Allohu akbar.